Hürmetlik vatandaş, yok kardeşke partiyelik siyasi sözü yok. Endi bu doğruda sizi bile işe kelimede muhakeme kılaylı. Delmişi günde mesela 10. ayının 13. günü Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wen hanım Lushan teğiği berip deniz yüzüden 2000 kilometre igizlikti ki, yok 2000 emas, 2000 metre mi igizlikti ki Lushan teğiği berip deniz armiya, hava armiya, Tayvan armiyasının radar sistemisini kezden götürdü. Delmiş peyte 13. günü Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping Shenzhen şehrini ziyaret kılıp Umu Chaoshan deydiğen yani bir tağının etrafındaki her bir bazını yani Koni Chaoshan emas aşağıda yani bir tağ varken Cumhurbaşkanı her bir bazını gözden geçirdi. Demek bula yakınlaştı. Çığranın bu tarafında Tsai Ing-wen prezident, bu tarafında Reis Xi Jinping her ikisi yığış durğanda her bir bazılarını kezden geçirdiydi. Biz aldığın günü sözlügen liksiyemiz de Tayvan doğrusu da sözlügen Tayvan Dışkı Partiyanın. Mesela 9. ayının 6. günü Tayvan Kuomintang Partiyasının Tayvan'da kanun çıkarış komiteti iki türlü kanun layığı, karar layığı oturup koyup makulluk allıqını vatandaşlığa tapşırdık. Bu karar layığının birincisi Amerika Qo'shma Shtatlardan qisqartganda taxminan yardım talep qilish. Cümleni qisqartıp sözlesek yardım talep qilish. İkincisi Tayvan hükümetiga navbatdagi Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining Tsai Ing-wen hükümetiga Kuomintang hükümeti iltimos qilib Amerika Qo'shma Shtatlardan yardım elish bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Tayvanning diplomatik munosabatini asliga keltirish to'g'risida qonun loyiha. Endi siz hozir ko'rib turibsiz. Yaponiya Shenzhen Asahi gazetining qo'l ostidagi gazet nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Tayvanni chaqmoq tezligida ziyaret kıldı dedi. Tünügün rastını eysem hürmetlik vatandaş maşı yaşık kettim ben. Kiçikene hayacanlanıp tünügün bir gün üzemni yok attım desem mi buladı vatandaş. Eğer maşı iş yüz berse sizin vatanınız Uyguristan'a kandak tesir körüsüdü. Tibet'e kandak tesir körüsüdü. Cunhua İmperiyası Mao Zedong Stalin birleşip kurup çıkan Cunhua İmperiyasının yemirilişinde kandak rol oynaydı. Bu siz bizge eğizdeki gap vatandaş. Biz bunu fakat eğizdeki gap boyunca tasavvur kılıvatımız, his kılıvatımız vatandaş. İnçkilep oylap baksanız bu işten nime ekanligi dünyada yana bir qatim yer tevreydi. Tilimiz oddiy tilimiz bilan shunday qilsak dünyada yana bir qatim yer tevreydi. Olam tevreydi vatandaş. Kreml imperiyasi yemirildi birinchi navbatda olam tevredi vatandaş. Endilikda Cunhua imperiyasi yemirildi olam tevreydi vatandaş. Dünya tevreydi vatandaş. Şunlaşqa mən sizge bu vakanın onda adet ki vakalı emaskelik. Sizin bizim ağzımızdaki iş emaskeliki gösterdik. Yani tünügün ki sözlüge liksiyimizde, muhakeme liksiyimizdeki bir noktanın tüzdeyle vatandaşım hazır Tayvan yaki Kuomintang Amerika Qo'shma Shtatlardan mustaqillik talep qilayotgani yo'q. Bunun ma'nosi nima? Mustaqillik emas, balki ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatni asliga keltiramiz deyapti. Qaror loyiha ma'qulligi. Tibetning qo'l ostida Dalay Lama'ning o'zining sargardon hukumati va uning olamga topshirayotgan topshiriqnomasi avtonomiya Dalay Lama'nın ağzın çıkıvatqanı ameliyatı Tibet halkının küçük müstakillik tasdik keltiriş, müstakil devlet tasdik keltiriş. 1950-yili Xitoy Ozodlik armiyasi Tibetga kirib, besib elib, yo'qotgan yoki amaldan qoldirgan Tibetning egilik huquqini asliga keltirish. Buni bir asliga keltirish.
Şu qatada hazır Uyghur biz o'ttirib qo'yayotgan masala mustaqillik emas. Bundaq hukum, bundaq siyosat bilan xalqarada hech kimning mayli yo'q. Bilib oling yo'ldosh, vatandosh. Mustaqillik degan nima degan gap bu? Sening ishga qo'lingdagi ish degan o'zingning ishi degan gap bu vatandosh. Biz nima da'vatimiz? Davlatimizni e'tirof qiling. Biz davlat qurgan edik. Biz okopga tushgan edik. Urush bilan keyingi vaqtda 2 qatim, urush bilan bir asr ichida 3 qatim davlat qurgan millat edik. Biz O'rta Osiyoda davlat qurish huquqimizni va qurgan davlatimizda eng oxirgi 44-yildagi 3-jumhuriyatni asliga keltiramiz. Suiqasd bilan o'ldirilgan doirlarimizning nufuzi va e'tiborini asliga keltiramiz. Davlatning e'tiborini huquq sistemasini asliga keltiramiz. Shunga biz xalqaro jamiyatning buni e'tirof qilishini, bu yo'lda Amerika Qo'shma Shtatlarining bizga yordam qilishini, her jihatdan yordam qilishini talab qilamiz deb biz da'vo qilyapmiz vatandosh. Bizning da'vo maqsadimiz shu. Davan agar bu nuqtani tushunmay boshqa nuqtaga elib qochib tushundigan bo'lsangiz aqmaydi vatandoshim. Men tunigin dedim Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati o'tirish diplomatik munosabat bor. Texa tunigingacha uzilmadi. Diplomatik munosabat bor. Biz oldi bilan birinchi bo'lib bu diplomatik munosabatni hurmat qilamiz. Her qanday talablarimiz rad qilinishi mumkinki Amerikada biz davlatimizni asliga keltiramiz, qurilgan davlatimizni va shu vaqtga davlat apparatini asliga keltiramiz. Buning uchun Amerika yordam qiling degan so'zni Amerika rad qilinmaydi. Nima ish rad qilinmaydi vatandoshim? Bu turingi ishlar 1945-yildagi ishlar. Hatta Amerika Qo'shma Shtatlari o'zi qatnashgan ishlar bu hurmatli vatandoshim. Onun üstüge 1991-yılı nima ish bo'ldi dunyoda? Yig'inchoqlisingiz, nazariyaga yig'inchoqlisingiz bir nuqta. Yalta konferensiyaning Yevropa strategiyasi gumron bo'ldi degan gap Berlinda o'rildi. Yalta konferensiyaning Yevropa sistemasi gumron bo'ldi. Endi eshib qolgani Yalta sistemasining Osiyo programmasi, ya'ni Osiyo strategiyasi. Buni gumron bo'lishi kerakli deganlar mantiqi vatandosh. Shunday tushunsangiz masalani bu oydinlashadi. Shunga bizning talab qilayotganimiz Amerika Qo'shma Shtatlari g'arb dunyosi 1944-yili 11-oyning 12-kuni Uyg'urlar qurgan davlatni e'tirof qilish. Boshqa davlatlar qatori qanday e'tirof qilgan bo'lsa, qator e'tirof qilish. Biz shunga Amerika Qo'shma Shtatlari xalqining va bu davlatning axloqiga murojaat qilyapmiz, hurmatli vatandosh. Men nima bu so'zlarni dadillik bilan so'zlaydigan bo'lib qoldim. Izingiz sepqiyaki vatandoshim, 2005-yili 5-oyning 6-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti George W. Bush Latviyaning Riga shahrida shunday dedi. Yalta yig'ini intayin zo'r tarixiy xatolik edi. Kendiniz siz tarixda davlat qurdingiz, okopga tushdingiz, okopning nima ekanligini bilasiz Uyg'ur vatandoshim. Manas daryosi qistab keldingiz, Manas daryosi bo'yida Stalin to'xtatib qoldi sizning milliy ozodlik armiyangizni. Shunga prezident Bush, sobiq prezident George W. Bush shunday dedi. Biz o'ylaymizki, bugun Cumhuriyetçiler Partisi Amerikada hokimiyat beshida. Şuna sobiq prezident George W. Bush'ning mushu so'zi ham cumhuriyetçilarning so'zi, cumhuriyetçilarning siyosat aqidasi deb qaraymiz, hurmatli vatandosh. Bugun sizning, mening Amerika Qo'shma Shtatlariga kelishimiz va Amerika Qo'shma Shtatlaridan yordam talab qilishimiz mana shu masala. Masalan, Rossiya 1989-yil 5-oyda shuningga munosabatlik. Masalan, Yalta konferensiyaning Yevropa strategiyasiga munosabatlik 1939-yillardagi bir shartnoma, Rus-German shartnomasini bekor qildi.
Bugün siz biz koyduğun sual 1945 yılı 8. ayının 14. günü, 1950 yılı 2. ayının 14. günü oturdu imzalanan iki kıtımlık şartname, Rus-Xitay şartnamesi kaçan bekar kılındı? Mesele bir şeyde. Bu tarih yeşilmey tura 5'inizde var o. Taşka 10.000 kıtım olsunuz kuruk gap. Kendiniz mi? Muşu mesela muşu tarih açılmay turap 5'inizde taşka 10.000 kıtım olursunuz mu kuruk gap etendaş.